Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Angliyaning Manchester City klubi yarim himoyachisi Phil Fodenni butun karyerasi davomida o'z safida saqlab qolish maqsadida unga umrbodlik shartnoma taklif etishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Bu haqda Tiamtal nashri xabar berdi. Manbada yozilishicha, 25 yoshli futbolchiga taklif qilinadigan shartnoma shartlari hali oshkor etilmayapti. Shartnoma to'liqligicha yaqin kunlarda oshkor bo'lishi kutilmoqda. Filning shaharliklar bilan amaldagi shartnomasi 2027-yilning yozigacha mo'ljallangan. Eslatib o'tamiz, angliyalik futbolchi City safida 2017-yildan beri harakat qilib kelmoqda. Shu davr mobaynida Foden 337 ta uchrashuvda maydonga tushib, 108 ta gol va 64 ta golli uzatmani o'z nomiga yozdirib qo'ygan. Paxtakor a'zosi Behruz Asqarov faoliyatini boshqa jamoada davom ettirishi mumkin. Bu haqda Chempionat Aziya bosh muharriri Narzulla Saydullayev xabar berdi. Paxtakor yarim himoyachisi Behruz Asqarovga Qarshining Nasaf va Namanganning Navbahor klublari da'vogar deyiladi xabarda. 22 yoshli Xovbek joriy mavsum Paxtakor va Qozog'istonning Turon jamoasida 16 ta o'yinda qatnashib, bitta gol urdi va 2 ta golga assistentlik qildi. So'nggi yillarda Chelsea transferlarga ulkan mablag' sarfladi. Londonliklar bu transfer siyosatini davom ettirish niyatida. Fijajes portali ma'lumotlariga ko'ra, aristokratlar hujum chizig'ini kuchaytirish uchun Atletico forvardi Julian Alvaresni transfer qilmoqchi. Buning uchun londonliklar 150 million yevro taklif qilishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Bundan tashqari Alvaresni Chelseaga o'tishga ko'ndirish uchun uning Argentina terma jamoasi yarim himoyachisi Enzo Fernandes yordam berishi kutilyapti. Agar Chelsea Alvaresni 150 million yevroga sotib olsa, bu klub tarixidagi eng qimmat transferga aylanadi. Hozircha klub rekordi Enzo Fernandesning 121 million yevrolik transferi hisoblanadi. 25 yoshli Julian Alvares Angliya Premyer Ligasida begona emas. Argentinalik to'prar ilgari Manchester Cityda o'ynagan va Erling Haaland soyasida qolib ketganidan keyin Atleticoga o'tib ketgan edi. Mashhur analitik nashr Opta 2026-yilgi jahon chempionatida ishtirok etuvchi terma jamoalarning mundialda g'olib bo'lish imkoniyatlarini baholadi. Taxminlarga ko'ra, jahon chempionati bo'lishiga eng yaxshi imkoniyat 17% bilan Ispaniyada, Fransiyada 14,1% bilan va 11,8% bilan Angliya terma jamoalarining imkoniyatlari yuqori baholanmoqda. Kuchli o'ntalikdan Argentina 8,7%, Germaniya 7,1%, Portugaliya 6,8%, Braziliya 5,6%, Niderlandiya 5,2%, Norvegiya 2,3% va Kolumbiya 2% dan o'rin olishgan. O'z tarixida ilk bor jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritgan O'zbekistonning chempion bo'lish imkoniyati 0,2% deya baholandi. Muhammad Saloh murabbiy Arne Slot uni jamoaning Angliya Premyer Ligasidagi so'nggi 2 ta o'yinida zaxira o'rindig'iga qoldirgandan so'ng Liverpuldagi holatdan norozi bo'lmoqda. Goldhead Obsidian'ning xabar berishicha, misrlik futbolchining yanvar oyida Enfieldni tark etish ehtimoli ortib bormoqda. Saudiya Arabistoni va MLS klublari uni ta'qib qilishlari mumkin. Saloh yozda Saudiya Arabistoni klublarining takliflarini rad etib, yangi shartnoma imzolagan edi. Ammo futbolda vaziyat tez o'zgaradi va 33 yoshli futbolchi hozirgi vaziyatga uzoq vaqt chidamasligi aniq. Manchester City muxlislari Fulhamga qarshi uchrashuvda portugaliyalik Matheus Nunesning o'yinidan qattiq norozi bo'lishdi va uning o'rniga o'zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanovni asosiy tarkibda qayta kiritishni talab qilishdi. Angliya Premyer Ligasining 14-turida Manchester City safarda Fulhamni 5-4 hisobda mag'lub etdi. Bir gollik farq bilan qo'lga kiritilgan g'alabadan keyin City muxlislari Nunesning o'yinidan rozi bo'lishmadi. Ayrim muxlislar ijtimoiy tarmoqlarda bosh murabbiy Pep Guardiolaga murojaat qilib, Nunesni zaxiraga o'tkazish va Husanovni asosiy tarkibga qaytarishni so'rashdi. Matheus Nunes asosiy o'ng himoyachi bo'lsa, siz chempionlikni qo'lga kirita olmaysiz, deb yozdi muxlislardan biri. Yana bir ishqiboz shunday murojaat qildi. Pep, iltimos, Husanovni asosiy tarkibga qaytarishing uchun yana nima bo'lishi kerak? Men Nunesdan charchadim. Raqiblar uni osongina aldab o'tishmoqda. Uchrashuvdan so'ng yana bir norozi muxlis quyidagicha fikr bildirdi.
Matis Nunes ikkinchi taymda haqiqiy qiynoqqa duch keldi. Cityga shoshilinch ravishda Husanov kerak. Nunes juda yomon o'ynadi. Ma'lumot o'rnida 14-turdan so'ng Manchester City 28 ochko bilan turnir jadvalida ikkinchi o'rinni egallab turibdi. Jamoa yetakchi Arsenaldan 5 ochko orqada. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston milliy terma jamoamiz himoyachisi hisoblangan Abduqodir Husanov shaharliklar tarkibida so'nggi bor Bayernga qarshi Chempionlar Ligasi doirasida to'qnashuvda ishtirok etgan edi. 2026-yilda bo'lib o'tadigan Jahon chempionati guruh bosqichi uchun qur'a tashlandi. O'z tarixida ilk bor mundialga ishtirok etadigan O'zbekiston K guruhidan Portugaliya va Kolumbiya bilan birga qatnashadi. 3-raqib mart oyida aniqlanadi. Bu Yangi Kaledoniya, Kongo Demokratik Respublikasi yoki Yamayka terma jamoalaridan biri bo'lishi mumkin. O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Eldor Shomurodov milliy terma jamoaning Jahon chempionati 2026 oldidan kayfiyati haqida gapirib o'tdi. O'zbekiston tarixda birinchi marta sayyoramizning asosiy turniriga yo'l oldi. Bu mamlakatda haqiqiy futbol shov-shuvini keltirib chiqardi. Muxlislar terma jamoani diqqat bilan kuzatmoqda va jamoaga qiziqish rekord darajada oshgan. Shomurodovning ta'kidlashicha, jamoani yangi murabbiy qo'l ostida musobaqaga tayyorgarlikni boshlab yuborgan va o'z oldiga aniq vazifa qo'ygan. Nafaqat ishtirok etish, balki guruh bosqichidan o'tish. Biz guruhdan chiqmoqchimiz. Bu bizning asosiy vazifamiz. Biz shunchaki ishtirok etish uchun turnirga bormoqchi emasmiz, deya Rostov sobiq futbolchisining so'zlarini keltiradi Match TV kanali. Mundial 2026-yilning 11-iyunidan 19-iyuliga qadar bo'lib o'tadi. O'zbekiston K guruhida Portugaliya va Kolumbiyaga qarshi o'ynashi aniq bo'ldi. Guruhdagi so'nggi jamoa qit'alararo play-offdan keyin ma'lum bo'ladi. Chempionat Aziya sayti ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi Portugaliya futbol federatsiyasi bilan mart oyida o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazish bo'yicha kelishuvga erishgan edi. Biroq kechagi qur'a ikkala jamoani bir guruhda joylashtirgani bois mazkur o'yin bekor qilinadi. Endi O'zbekiston ham, Portugaliya ham mart oyi uchun o'ziga boshqa raqib qidirishga to'g'ri keladi. O'zbekiston terma jamoasining yetakchilaridan biri Abbosbek Fayzullayev qur'adan so'ng fikrlari bilan o'rtoqlashdi. O'ylaymanki, qiziqarli guruhga tushdik. Har bir o'yin, ayniqsa Portugaliyaga qarshi kechadigan bahs qiyin bo'ladi. Lekin biz barcha uchrashuvda g'alaba uchun maydonga chiqamiz va guruhdan chiqish uchun harakat qilamiz, deya futbolchining so'zlarini keltiradi Olimpic.uz. Ma'lumot uchun O'zbekiston terma jamoasi guruh bosqichida Portugaliya, Kolumbiya va birinchi qit'alararo saralash bosqichi g'olibi bilan bahs olib boradi.